Assalomu alaykum birodar azizlar. Biz Afg'onistondamiz. Afg'onistonning Qunduz degan shahrida mana shu restoranda ovqatlandik. Mana shu yerda qoldik. Bir turk bola ekan bizga joy berdi. Oti Dubay ekan. Dubay degan restoran ekan. Yaxshi dam oldik, Xudoga shukr. Mana endi qaytyapmiz. 500 afg'oniy oldi. 3 kishiga 500 afg'oniy 3 kishi shu yerda ovqatlanib bo'ldi. Bu kishi shofyorimiz bizni olib yurdi shu nimaga. Xudo xolasa. Siz o'zbekmisiz? Mana. Laqaylardanmisiz? O'zbek laqaylar. Laqaydan siz o'sha Ibrohimbek degan bir kishi bo'lgan qavmlardan. Ibrohimbek o'sha O'zbekistondan qochib shu yerga kelgan, to'g'rimi? Bir narsa dengchi, shu juda ko'p bizni o'zbek nimalari shu laqaylarni yaxshi ko'rishadi. Bu shofyor bo'lib bu kishi meni olib yuribdi. O'sha nimadan, Mozor Sharifdan baxt olib keldi. Laqaylar qanaqa yashashyapti hozir? Qaysi shaharda yashashyapti? O'zbek laqaylari. Hozir Ibrohimbek degan bizda qo'rboshi bo'lgan. Bu kishi xalq qahramoni. Biz juda yaxshi ko'ramiz bu kishini. O'zbeklar bular qochib urush sho'raviylardan qochib shu Afg'onistonga kelib o'rnashib qolgan. O'sha Tahor viloyatidami, qaysi viloyatda sizlarniki? Bizlarniki Qunduzda. Qunduzda, ha. Qunduzda joylashib qolgan, ha. Shu hozir qanaqa yashayapsizlar? Mana. Qanday yashamoq yaxshimi yo qiyinmi? Shukr, yaxshi. Endi taksi haydaysiz. Oilangiz, bolalar ishda. Bolalaringiz, bachchalar ishda. Bacholar. Ikkita. Yaxshi. Hozir mana bu kishi bizni nimadan Bozor Sharifdan bu yerga olib keldi. Bizga ovqatlanishimizga, yo'llarda bir nima qilishimizga juda yordam berdi. Xudoga shukr, Alloh bunga yordam bersin. Birodar azizlar, mana shu biz hozir Qunduzda ko'plar so'rashadi laqaylarni. Mana shu laqaylarni men ham yaxshi ko'raman. Nimaiki bu bizni millatdan, bular o'sha Qo'ng'irot tomondan kelib o'sha yerga joylashgan. Bular tarixiy millat, tarixiy. Bular o'zbek laqaylari. Biz qanaqa nima deydi o'zbek laqaylari endi ilgari o'sha qavmlarga bir nimalarga bo'linganda ilgari ko'pchilik haliga misol uchun har xil nimalarga bo'lingan. Shular hozir o'sha Ibrohimbek laqaylari deb nom olgan. O'sha Ibrohim Qo'rbeshi bilan qochib nimadan urushdan qochib kelganda bular. Urushdan qochib kelganlar, to'g'rimi? Buxorodan qochib kelgan. Buxorodan bular qochib kelgan bular. Ibrohim laqaylarni bu urushgan, juda ko'p urushgan, urushlar bilan. Bular o'sha haqiqiy jangchilar, ozodlik jangchilari bular. Ozodlik jangchilari. Sho'raviylar bilan eng oxirgi nafasigacha bular olishgan. Ba'zi bir qo'rboshilar sotilgan, halok bo'lgan. Bular endi Ibrohimbek qo'rboshi o'sha agar yengilsa, uni o'lishini, qolsa, yarashuvga juda ko'p marta yarashuv ta'sir qilgan bo'lsa-da, bular yarashishga unamagan, to'g'rimi? Sizning bobolaringiz bu o'sha laqaylardan bo'ladi. Bir narsa deng axir siz, bizni o'zbek xalqiga nimadir deng. Bular ko'plar aytadi menga, siz deydi, o'zingiz gapirasiz deydi, hech bir gapirtirmaysiz deydi. Hali laqaylarni hech gapirtiring deydi. Laqay ma'lum mana shu O'zbekistondan Buxorodan shu vaqtda urushdan janglarda sho'ravini qo'ldan qochib kelganda. Ha. Billaringiz kelma, endi bir sana bir qarindan beri biz bilan shu yerda zindalik qilamiz degan. Bir qarindan ko'proq bo'lsa, qarin zindalik qilamiz. Qaysi qishloqda yashaysiz siz? Bizlar Qunduz Chordara degan Chordara degan joyda. U mardumi Bosizda. Mardumi? Bosiz deydi, Bosiz. Bosiz. Mantiqay Bosizda. Qoldi. Boshqatdan gapiring iltimos. Turkiyaga ham oycha bir 10 ming dollar masraf bo'ladi. 10 ming dollar. Nimaga bunday qimmat bu? Mana biz avval olmaydigan deb bo'lsa, bir 10 ming dollar shart bo'lsa. Amerikaga ham bizda 10 ming emas-ku. Nimaga sizlarda bunaqa qimmat? Bilmadim, Turkiyaga bo'lmasa bizdan bizga qavmga turtmadim. Lekin Turkiyaga biz qavmlarimiz unda ko'pdi. Shu vaqtida qachaq o'tgan. Ironda sizdan qachaq o'tgan. hali ular tazkira bergan.
shu mardimga askarlik qilgan, shu manda zindalik qilib bording. Tabiiy bo'lganding. 10 ming dollar Turkiyaga. Juda qimmat. 10 ming dollarga ham o'tsa ko'p mushkulding. 10 ming dollarga mushkulmi? Ha, mushkulding. Endi ozod pasport akasi yo'qding. Agar viza ochilsa O'zbekistonga borasiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Biz o'sha qarindoshlarga sog'inasiz. Ha, xuddiga. Biz bosh bobolarimiz qisaqligicha deb bizlar shayton kelganmiz. Bizlarni o'zi amak bacha qolgan. Endi bu masala uzoq bo'lib ketdi, uzoq bo'lib qolyapmiz. Qavmlardan qolgan amak bacha qolgan xalqchi bor deb gaplayapti. Rahmat sizga, tinchligingiz sog' bo'lsin. Alloh taolo o'sha yana nasibi ro'za aylasin. Biz sizdan bizga mana bu hozir restoranga olib kirdi bizni, mana bu restoranlarda aylantirdi. Shu biz hozir o'sha O'zbekistondan kelganligimiz uchun Qunduzni yaxshi tushunmasdik. Qunduzni mana bu hozir Qunduz shahrida turibmiz. Kechqurungisini ko'rsatdim. Kechqurungi holatni ham ko'rsatdim sizlarga. Hozir o'zbekistonliklar sizni ko'rib turibdi. Nima deysiz ularga? Ularga men salomimni yetkazdim baxay. Hammasiga mayda kattasiga men tarafdan salom. Rahmat sizga. Demak, mana siz ko'rib turgan kishi O'zbekistonda juda ko'p ozodlik uchun ruslar bilan ko'p urushgan kishilardan Laqaylar, Ibrohimbek Laqaylar qavmidan bo'lgan qabiladosh turibdi. Bu kishini sizlar ham ko'ring, mana biz ham ko'rdik. Bu kishini avlod ajdodlariga hammasiga o'sha O'zbekiston uchun jonini fido qilgan qahramonlari, haq qahramonlariga Alloh taoloni rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar azizlar, fikr va mulohazalaringizni aytasiz. Bu bilan like bosib, menga juda ko'p madad bergan bo'lasiz. Buni mana hozir gaplashish davomida ko'rdingiz, bularning tili yomon o'zgarib ketgan. Birodar azizlar. Yana gapiringchi, gapiring yana. Men tarafdan mayda kattasi yazarimdan hammasiga salomni ayting, aytsak. Ko'rsangiz. Biz ham shu qavmdan endi mana shunday paslar